Navayich nabordan boshlaydigan bo'lsak o'rtoqlar, bu чувствительный yuzlarimiz qachon чувствительный bo'lib qoladi? Qachonki boshida защитный baryerimiz yemirilib ketgan bo'lsa, allergiya beradi, shamolga, har xil kosmetikaga, hamma narsaga ta'sirchan bo'lib, qizarib narsa toshish holatlari kuzatiladi o'rtoqlar. Ana shu holatlarda mana shu navayich naborimiz yuzi защитный baryerini нежный уход qiladi и plus yana sivoritkasi bilan nочной kremi o'sha защитный baryer восстановление qilib beradi o'rtoqlar. Keyin bu naborda ishlatib bo'lganingizdan keyin bemalol yana boshqa kosmetikalarni ham ishlatsanglar bo'ladi. И yana plus mana bu havoga, shamolga, changlarga ta'sirchanligi yo'qoladi yuz o'rtoqlar. Так, bu naborimizda yuz очищающий penkasi, ko'z atrofiga kremi. Так, bunimiz sivoritkasi. Hop, bu дневной kremimiz и ночной kremimiz o'rtoqlar. 2 haftada rezultat сразу seziladi. Mana korobkasida har bitta пошаговый instruksiyalari ham mavjud o'rtoqlar.